Konsert vaqtidagi sirli o'lim. Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 xil shifobaxsh giyohdan tayyorlangan. Immunitetni mustahkamlaydi. Ikkilamchi bepushtlikka yordam beradi. Prostata bezini sog'lomlashtiradi. Tahorat ushlab tura olmaslik kabi erkaklik muammolariga foyda berib kelmoqda. Biz faqat sinalganini tavsiya etamiz. Hoziroq buyurtma bering va sog'ligingizni tiklang. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qolishni unutmang. Otabek Mirzaxolov bolalikdan futbolga qiziqadi. Aslida uning bu sohaga qiziqishi ham bejiz emas edi. Uning otasi Izzatilla Mirzaxolov 40 yillik stajga ega futbolchi edi. Otam rahmatli 16 yil futbol va 4 yil bolalar sporti maktabida direktor bo'lib ishlagan. O'zi farzandlar orasida bittasi yo otasiga yoki onasiga bog'lanib qolarkan. Men otamning ortidan qolmaydigan bola bo'lganman. Seni otang tuqqanmi deb gapirishar edi. 2 yoshimdan to'p ushlab stadionda otam bilan birga tushganman. Demak, o'sha yoshda ham futbol musobaqalariga meni o'zi bilan olib borgan ekan deyman. Oilamiz kamtarona hayot kechirardi. Onam bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlardi. Bog'cha yoshida otam Bo'zdagi ko'p bolalarni markazda bo'ladigan musobaqalarga olib borardi. Turgan gapki, ota-onalarga musobaqa qiziq emas. Davlatdan ajratilgan pul esa 3-4 oydan keyingina berilardi. Otam rahmatli bo'lsa, o'zida bo'lmasa qarz ko'tarib bo'lsa-da, yo'l va yotoq xarajatlarini ko'tarib bolalarni futbol musobaqasiga olib borardi. Bu onamga yoqmasdi va ikkisi gap talashib qolishsa, otam mayli, bu bolalarning birortasi futbolchi bo'lmas, ammo undan ko'ngli sovib ketishini istamayman der edi. Otabek Mirzaxolov uchun 2018-yilgi konsert juda qiyin kechgan. Chunki konsert boshlanishidan bir kun avval Otabekning padari buzrukvori vafot etgan edi. U kunlarni eslash men uchun juda og'ir. Konsertga tayyorgarlik avjida edi. 10 sentyabr kuni tongda otam vafot etdi. Yig'lab turib odamlarni kuldirish oson emas. Shu bois konsertga chiqmayman dedim, ammo bir kuni qolganda konsert rejasini o'zgartirish hamkasblarim uchun noqulaylik tug'dirishini ham yaxshi bilardim. O'shanda ustozim Jahongir Foziljonov kelib, onam bilan uzoq vaqt suhbatlashgandi. Keyin meni chaqirishdi. O'shanda men qabristondan endigina qaytgandim. Xullas, menga bu vaziyatda o'zimni qo'lga olish kerakligini ko'p tushuntirishdi.